Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala sayyidina rasulillah. Hozirgi kunda musulmonlar Moturudiylik ta'limotiga yanada ko'proq ehtiyoj sezmoqdalar. Chunki ular juda ko'p fikriy hujumlarga duch kelishmoqda. Bu xuruj va tajovuzlar yo musulmonlarni dinidan uzoqlashtirish yoki yoshlarni vasatiya, ya'ni mo'tadillik yo'lidan adashtirishni maqsad qilgan. Shu sabab bugun buyuklar qoldirgan ma'naviy merosga har doimgidanda ko'proq muhtojmiz. Bu meros orqali ikki asosiy yo'nalishga tog'dek qarshi tura olamiz. Birinchisi, musulmonlar hayotidan din va diyonatni yulib olishga harakat qilayotgan dahriylik harakati bo'lsa, ikkinchisi islomning asl mohiyatini noto'g'ri talqin qilib, yoshlarni mutaassiblik domiga tortayotgan ekstremizm harakatlaridir. Biz ularning har ikkisini ham rad etamiz, xohlamaymiz. Mo'tadil va oliyjanob qarashlarni faqatgina Moturudiylik ta'limoti kabi ilmiy asosga ega manbadangina olish mumkin. Ushbu ta'limot Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sahobalari tutgan yo'l asosida shakllandi. Imom Moturudiy o'zlaricha yangi mazhab tuzganlari yoki biror bid'at o'ylab topganlari yo'q, balki u zot payg'ambar alayhissalom sahobalari egallagan ilmning merosxo'ri bo'ldilar. Shu sabab ham Imom Moturudiyning o'zi ilgari surgan qarashlar hamda Qur'on va sunnatdan chiqargan hukmlari Imom Ash'ari, Imom Tahoviy kabi zamondosh ulamolarning fikr va yondashuvlariga to'liq muvofiq keldi. Holbuki Imom Ash'ari Bag'dodda, Imom Tahoviy Misrda, Imom Moturudiy esa Samarqandda edilar. Ular bir-birlari bilan uchrashmagan bo'lsalar-da, fikr va qarashlarda ittifoq va hamfikr edilar. Chunki asliyat va manba bir edi. Ushbu olimlarning barchasi salafi solih ulamolarning aqidasini mahkam tutgan, uni ta'lim berib, sharhlab, izohlab islom ummatiga ulkan xizmat qildilar. Payg'ambar alayhissalomning sunnati va sahobalarning yo'lini saqlab qolishdagi muvaffaqiyatli sa'y-harakatlari sabab boshqa musulmonlar ularga o'zlarini nisbat berdilar. Mana shu yo'lga asoslangan yo'nalish esa ahli sunna val jamoa sifatida tanildi.